Fattaliyati zikra diye vassafat geldi dediler. So'ngigacha o'qidim. İmom Kisai tushlarida Payg'ambar alayhissalotu vassalamga so'ngilarigacha surani so'ngigacha o'qitdilar. So'ngigacha o'qiganimda Payg'ambar alayhissalotu vassalam men sizni qiroatingiz bilan farishtalarga faxrlanaman dedilar. Sizni qiroatingiz bilan farishtalarga maqtanib faxrlanaman dedilar. Ular mana shunday insonlar bo'lgan, mana shunday zotlar bo'lgan. Ular Qur'onni qalblaridan sevganligi uchun xohlasalar har kungi tushlarida Payg'ambar alayhissalotu vassalamni ziyorat qila olganlar. Biz g'ariblar, biz faqirlar kunu tun Payg'ambar alayhissalotu vassalamni shunday madh qilsak-da, u kishini shunday vasf qilsak-da, qiroat ilmini bersak-da, nega ularday bo'la olmayapmiz? Demak, ixloslarimiz zaif bizda. Muhabbatimiz kam. Agar muhabbatimiz ularni muhabbatlari, bizning muhabbatimiz ularni muhabbati, ixloslari kabi bo'lsaydi, biz ham o'shalarday ko'rgan bo'lardik.